Xo'sh. Boshlaymiz. Assalomu alaykum barchaga. Mana bugundan bizni idoramiz ish boshladi. Men birinchi bo'lib xususiy istiqborlik byurosi ochgan odamman. Endi bizni faoliyatimiz shundan iboratki, kimni nimasidir yo'qolsa yoki er-xotin bir-biriga ishonmasa va shunga o'xshash va hokazo muammolar bo'ladigan bo'lsa, biz unga yechim topamiz. Ha, shunday. Demak, bizni faoliyatimiz shu bugundan boshlandi. Manzilimiz lokatsiyasi mana shu kanalda ko'rsatilgan. Barchangizni kutib qolamiz. Xo'sh, ana bo'ldi. Endi buni nishonlash kerak. Kim bor? Labbe. Bir qarab oling. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Nima xizmat? Qanday taomlaringiz bor? Bizda sho'rva, turk kabob, uyg'urcha lag'mon, qovurma lag'mon. Stop. Menga shashlik, qozon kabob, jiz, tandir va hokazo aytishimga hali vaqt bor. Endi ishni boshladim-da. Shunga kartoshkali somsa bormi? Bor. Shundan ikkita olib keling. Choy bilan. Ko'k choy bo'lsin. Xo'p. Assalomu alaykum. Aka, turib turasizmi? Ha, tinchlikmi? Ha, tinchlik. Kecha og'aylar bilan shu yerda o'tirgandik. Telefonim qolganmi deyman-da. Juda zo'r bo'pti-ku. Tushunmadim. Nimasi yaxshi bo'libdi? Demak, siz menga mijoz ekansiz. Qanaqa mijoz? Men tanimaysizmi? Chaqmoq byurosidan Muxtor Isquvor bo'laman. Mana shu telefoningizni men topib beraman. Tushundingizmi? Mayli, shart emas. O'zi eskirib qoldi. Yangi ola qolaman. To'xtang, o'tiring. O'tiring, gap bor. O'tiring. Xo'p. Uka, siz bu narsaga beparvo bo'lmang. Bu juda nozik masala. Kimdir sizni telefoningizni topib olib, kimgadir qo'ng'iroq qilib, siz nomingizdan unga firibgarlik qilsa-chi? Keyin siz birov qilgan jinoyat uchun javob berasizmi? Shunaqa ham bo'lishi mumkinmi? Albatta, bu meni tajribamda yuz bergan. Bir odam telefonni yo'qotgan. Uni telefonni boshqa bir odam topib olgan. Keyin o'sha yigitni raqamidan kimgadir qo'ng'iroq qilib, eringiz avtohalokatga uchradi deb, zudlik bilan pul kerak deb telefon qilib kartasiga 5 million so'm pul tushirib olgan. Hozir o'sha yigit qamoqda, jinoyatchi esa ozodlikda. Unda tezroq topishimiz kerak telefonimni. Uning uchun shu yerda o'sha kungi atmosferani yaratishimiz kerak. Nima u atmosfera? O'sha kungi holat, stolda nimalar bor edi, kimlar bor edi? O'sha kuni stolda hamma narsa bor edi. Ichimliklar, salatlar, mevalar, ovqatlar, shirinliklar. Bo'ldi, o'shalarni hozir afsantga aytasiz, hammasini muhayyo qiladi. Men o'sha kunga hamma odamlarni topa olmayman, lekin hozir. Odamlar kerak emas. Ikkalamiz bo'lsak bo'ldi. Shuncha narsa ikkalamizga ko'plik qiladi, aka. Ortganni men olib ketaman ashyoviy dalil sifatida. Nima u ashyoviy dalil? Agar mabodo sizni ertaga jinoyatchi deb shubha qilishsa, sizni oqlaydigan omillar, dalillar. Tushundingizmi? Bo'ldi, tushundim. Afsant, menga qarab oling. Taomlar lekin zo'r ekan. Telefonim topiladi, aka? Albatta topiladi. Faqat ertalab bizni ofisga borasiz, Chaqmoq byurosiga ariza yozasiz. Keyin biz qidiruvni boshlaymiz. Sizga omad. Men haydovchim kelyapti, shu yerdan olib ketadi. Mayli. Ha, mayli. Uyim yaqin. Piyoda ham yetib olaman.
hali ishim yurishib ketsin. Mashinam ham bo'ladi, haydovchim ham bo'ladi. Yozing. Ariza. Yuqorida yozyapsizmi? Men O'rinov Firuz 2025-yil 18-mart kuni do'stlarim bilan oshxonada o'tirgan paytimda telefoningizning nomini aniq yozing. Markaz qanaqa telefon aniqini yozing. Yo'qotib qo'ydim va shuni topishda menga amaliy yordam qilishingizni so'rayman. Yoki amaliy yordam berishingizni so'rayman. Yozing. Bugungi sanani yozingda imzo qo'yib menga bering. Endi buni to'lovi bor, arzimagan. Qancha to'lashim kerak? Shu 1,5 million. Aka, mani telefonim o'zi buncha turmaydi-yu. Uka, bu yerda telefonning narxi muhim emas. Muhimi, siz boyagi jinoiy guruhlarga qo'shilib qolmasligingiz kerak. Shuni tushunasizmi? Kechagi voqea esingizdami aytib berganim? Ha, esimda. Sir bo'lmasa qanday topasizlar? Mana shu yuqori texnologiyalar asosida topamiz. Telefoningiz aktivlashgandan keyin mana ekranda paydo bo'ladi. Keyin zudlik bilan bizning xodimlarimiz u yerga yetib borishadi. Aka, kechadan beri biz deysiz. Sizdan boshqa hech kimni ko'rmadim-ku men bu yerda. Ular maxfiy ravishda ishlashadi. Biz ularning shaxslarini sir tutamiz. Ha. Haligi agent 007 ga o'xshab, kinosini ko'rganman. Ha, yashang, bilar ekansiz-ku. Bo'pti, pulni to'lang. Bo'pti. Sizga ruxsat. Akajon, mabodo men kerak bo'ladigan bo'lsam, haligi bergan raqamga qo'ng'iroq qilaverasizda. Xo'p. Salomat bo'lasizlar. Yaxshi ishlanglar. Alo. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum Muxtor aka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Sevaraxon, sizda A11 degan telefon topiladimi? Ha, bor, bizda. Qanaqasi kerak, yangisimi? Ha, eskisi bo'lsa ham bo'laveradi. Bo'pti, necha pul atrofida bo'lsin? 300 minglar atrofida bo'lsin. Ha, bor, kelavering, topib beramiz. Ha, faqat shu rangi qora bo'lish kerak-da. Qorasi ham bor, kelavering, do'konda bo'laman. Bo'pti, hozir boraman. Telefoningiz topildi. Faqat shu sim kartasini sindirib otib yuboribdi. Sotmoqchi bo'lganda yaramasizlar. Lekin siz xavotir olmang. Endi bu raqamdan hech kim foydalana olmaydi. Tushundingizmi? Mana telefoningiz. Akajon, aniq shumi? Sal yangiroqmi bu?
sotishga tayyorlashganda sotishga. Mana mashinani ham shunday qilishadi-ku, bozorga olib chiqishdan avval bir chiroyli qilib bezaydi. Ha, bilaman, to'g'ri. Keyin shu ichidagi ma'lumotlarni ham o'chirib yuborishibdi. Yaxshi bo'lmabdi-da shu. Qancha narsalarim bor edi. Mayli aka, rahmat, rozi bo'lasiz. Menga ruxsat, ha? To'xtang, shoshmang. Bizni xodimlarimiz juda mashaqqat bilan izlashdi. Endi yana 1 million to'lov qilishingiz kerak. Nima? Choyxonada atmosfera deb 600 mingga tushirdingiz. 1,5 million pulimni oldingiz. Yana 1 million beramanmi? Kerakmas menga telefon, boshingizdan qolsin. Zarda qiladi menga. Olmasang, olma. Nima qilay? Men ham tirikchilik qilishim kerak. Menda ham bola chaqa bor. Menga ham pul kerak. Alo. Ilomon? Yaxshimisan? O'zing yaxshimi? U kuni telefon izlab yurgan edingmi? Menda bitta yaxshi telefon bor-da. O'zim ishlatganman. 1 millionga oldim. Senga 500 mingga beraman. Bitta yangi telefon oldim. Ikkita telefon nima qilaman? Xo'p, bo'ldi, ishxonadaman. Kel. Faqat pul bilan kel-da. Assalomu alaykum, Firuz aka, yaxshimisiz? Ha, Alibek, yaxshimisan? Ko'rinmaysiz, 2-3 kundan beri sizni qidiraman. Nimaga qidirding, tinchlikmi? Ana kuni Otamurod tug'ilgan kunda o'tirdik, keyin birga chiqdik, to'g'rimi? Ha, to'g'ri. Keyin men sizni uyingizga tashab qo'ydim. Ha. Bugun mashinani tozalay deb o'rindiqni ko'targandim. O'rindiq tagidan telefon topib oldim. Qani, ko'rsatchi. Mana, ko'ringchi, menimcha sizniki. O'sha kuni sizdan boshqa odam o'tirmadi mashinaga. Ha, meni telefonim-ku bu. 2 millionlik telefon bu. Qo'ysangizchi, bunaqa telefonlar bozorda 300 ming hozir. 2 million. Xo'p degin? Ha, xo'p. Yuring, uyingizga tashab qo'yaymi? Yo, rahmat. O'zim yetib olaman. Halol bo'ladi. Baraka topsin. Shunaqa yigitlar ko'paysin. Telefon. Kimniki ekan, ha? Firuz akaniki, kecha uyiga tashlab qo'ygandim. Sotib yuboraman. Qayerdan bilib o'tiribdi. Ayb o'zida. Kamroq ichish kerak edi. Assalomu alaykum. Sizlar eski telefonlarni olib qolasizlar, ha? Ha, olib qolamiz. Mana shu telefonga necha pul berasiz? Bu telefonga 200 yillik beramiz. Hujjatlari bormi? Olganimga ancha bo'lgan hujjat yo'qolgan. Unda pasport kopiyangizni berasiz. Nimaga? Mabodo o'g'irlangan telefon bo'lib chiqsa kerak bo'ladi-da. Bo'lmasa uyda qarab ko'raman-da, hujjatlari bo'lsa olib kelaman. Telefonni itam olmayapti-yu. Yaxshisi o'ziga qaytarib berib yuboraman. Keling, nima xizmat? Assalomu alaykum. Bilasizmi? Erim 15 kundan beri yo'q. Qorasini ham ko'rsatmaydi. Iltimos topib bering.
Eringizni asosiy belgilari qanaqa? Bilasizmi? Uxlayotganda ertalabgacha gapirib chiqadi. Esiz joydami o'zi? Endi men hamma uxlayotgan erkaklar boshida turishim kerakmi? Asosiy belgilari deganda bo'yi qanaqa, sochi qanaqa, yuzi qanaqa? Ha, endi tushundim. Bo'yi pastroq. O'ng yuzida kapkirdan qolgan iz qolgan. Qizib turgan kapkir bosilganda. Boshida o'xloqdan qolgan chandig'i bor. O'sha yerda sochi ham yo'q. O'ng tomonda qoshin tepasida tarelkadan qolgan chandig'i bor. Ha, tushunarli. Sizni eringiz hozir jannatda. O'lib qoldimi? Yo, eringiz tirik. Sizdan uzoqroqda bo'lgandan keyin jannatda bo'ladi, albatta. Shoshmang, nimaga endi 15 kun deganda eringizni izlab keldingiz? O'zi 3 kunda ariza berish kerak-ku. Bilasizmi? Bugun erimni oylik oladigan kunida. Nima?